O'tgan hafta onajonimni sog'inib yig'lab video qilgandim. Chidolmasdan keyingi hafta boraman degandilar. Keyin yo'q kelmay oyi, yoshingiz katta, oyoqlaringiz og'riydi deb rozi bo'lmagan edim. Ko'ngillariga so'ygan ekanmi bilmayman, menga 2 ta bilet uchrab qoldi. Nilufar Usmonovaning konsertiga bilet. Hozir men ishdan qaytdim. Konsert ertaga. Lekin onam uydalar. Meni kelishimni kutib o'tiribdilar. Hozir kirib onam bilan ko'rishaman. Bugun chiqdi horg'in, onajonim sog'in